Humo qishloqchamizda bugun hammamiz yig'ildik. Oramizda kimdir oddiy inson, oddiy aholi, bu yerga tirikchilik qilaman deb, biznes qilaman deb ko'chib kelgan aholi. Lekin bu aholining orasida dushmanlar ham bor. Ya'ni kimga dushman? Bizning oramizda yashayotgan oddiy aholiga dushman. Ular mafiya. Hozir bitta hamma kartalari bilan sekin tanishib chiqadi. Fotografimiz, FNF fotograf o'zini tanishtiradi. Men fotograf Farruh Farhodbekov, shu fashion va sifatli fotograf. Xo'p, endi bu yerdagilarga u narsa tushunarli. Siz mafiyamisiz, yo'qmi? Shu qiziq. Menmi? Insonman, oddiy odamman. Tushunarli. Rahmat. O'zini chiroyli tanishtirdi. Xo'p, bizni Dubaydan kelgan shayxlarimizdan bor. Arablardan keladi. Shero Life. O'zingiz tanishtirasiz? Nishidon beramiz. Instagramda Shero Life taqabbullar ijod qilaman. Qancha? Молодец. Siz mafiyamisiz, yo'qmi? Shu qiziq bularga hozir. Ilsuvar gapiga qo'shilgan holda Arafondan keldik, oddiy odammiz. Rahmat. Shero Life'ga qarsaklar qisqagina. Joker. O'zingiz tanishtiring. Boyatganda oddiy xalq sheyxni jo'rasi birga Dubayda katta bo'ldi, garabxonaning chekkasida. Ismim Umid, Instagramim Umma. Yaxshi. Siz mafiyamisiz yoki Joker? Oddiy xalq. Oddiy xalq, lekin Joker, ha? Qarsaklar Jokerimizga qisqagina. Xo'p. Jonsang. Bu Humo qishloqchasiga bloglik qilaman deb kelgandim, afsuski oddiy odam bo'lib qoldim. Taqdir. Tushunarli. Rahmat. Xo'p, Beka. Men Bekamen, oddiy xalq. Dilshod akam bilan ijod qiluvchi. Xalqning orasiga noodatiy tarzda kirgan, sotsial eksperimentlar bilan kirgan bo'laman. Va men oddiy xalqman. Rahmat. Xuddi shunday bizda yana Dilshod aka yoki Dilshod bobo bel og'riyapti. O'zingiz tanishtirasiz. Men Instagramda Dilshod aka profilda yuritaman. Men oddiy xalq. Rahmat. Qisqa va lo'nda tushunarli. Xo'p, Shoha vlog. O'zingiz tanishtirasiz. Ismim Shohro, Instagramda Shohro sahifasidan yuraman. Bizam oddiy xalq. Yaxshi, qarsaklar. Pazdarg'omda deb boshlaydigan blogerimiz. Elsevarman. Arzonni qayerdan narsalarni qo'yib boraman Elsevarga, endi Elsevarga yaxshi narsalar qo'yib boraman. Shu oddiy xalqman. Oddiy xalq, tushunarli qarsaklar. Xo'p. Pazdarg'om bugun Abram. Pazdarg'om bugun profilni asoschisiman, Abrambek Nafasov. Men shu Pazdarg'omliklarda oddiy xalq. Tushunarli, yaxshi. Yaxshi. Xo'p, biz ancha sog'inib qolgan blogerlarimizdan, eng katta blogerlarimizdan Uzoq vaqt ko'zga tashlanmagan va hozir bomba qilayotgan Rahmonali akamiz. Aka, o'zingiz tanishtirasiz. Assalomu alaykum, oddiy Humo qishloqchasi aholisi. Xo'p, Instagramda Xo'jaabzor, Xo'jaargina farqi yo'q. Xullas, o'yindagi personajimga kelayotgan bo'lsa, mafiyaman. Maqsad yutib ketish. Yaxshi. Qarsaklar. Xo'p, bizda yana ijodkorlardan biri Murod, o'zingizni tanishtiramiz. Men Mahmudov Murodman. Hozirgi 24 Instagram sahifasi olib boraman. Oddiy xalq ishdan chiqqan, oddiy xalqman va shu birgalikda o'yinga keladigan bo'lsak, Sherik. Hammaga rahmat. Xo'p, boya aytganimizda yana qizlarning ajali. Siz kim? Oddiygina aytishmay, qizlarni ajali aytib o'tganingizdek, oddiy aholiman. Rahmat. Men bu o'zim sensiz qildim. Yaxshi sensiz qildim. Ammo gapirishda sal netomlik bor. Keyin buni yutoryapti gapni. Keyin mana bu birinchi o'zi qo'rqamiz. Oldindan o'zini o'ynab olgan-ku, aytayapti-ku. Oldindan men mafiyaman deb o'zini aniqlayapti, shtob tanishtiryapti. O'zim xursand bo'lsam bo'ldi-da. Endi mafiya emasligini
sizga aytmoqchida qanaydir. Tushunarli. Xo'p, xuddi shunday qarangiz, hozir o'yinda tun qismini qilamizligini bir kishini birdaniga chopamiz. O'yinimizda tun qismi va bizni yo'q. Montajda qo'yib yuboramiz. O'yinimizda tun qismi va Humo qishloqchamizda tun. Hamma ko'zini yumadi. Juda ham kech, hozir soat уже 11. Va bu qishloqqa yaqinda ko'chib kelgan g'arazli niyatli mafiyalarimiz bor. Ular bir-biri bilan tanishib olishi kerak. Mafiyalar maskalarini yechib sekin tanishamiz. Mafiyalar maskalarini yechib Men seni ko'ryapman. Sekin tanishamiz. Mafiyalar bir-birini tanidi. Ularning niyati g'arazli va bir kishiga hozirdan ovoz beramiz. Va u kishini qo'pol qilib aytganda o'yindan chiqaramiz. Mafiyalarga 10 sekund vaqt. Men bilmaganimni bilmayman-da, yoshligimdan. Xo'p, mafiyalar bir kishini tanladi. Va bizga kerak doktor. Doktorning vazifasi mafiyalarni g'arazli niyatlarini to'xtatish. Ya'ni ularga Mendaqa doktor shaharda yo'qdir. jon berish. Birinchi kurukdan shu narsani eslatib o'taman. Birinchi aylanada o'ziga o'zi jon berib bo'lmaydi. Ya'ni ikkinchi aylanadan jon bersa bo'ladi. Xo'p, doktorimiz o'zining immunitetini berdi, ya'ni jon berdi. Xo'p, bizda sherif, qorovul, Humo qishloqchasining qorovuli. U kishi kim? Maskani yechamiz. Qorovul xohlagan insonni kartasini tekshirsa bo'ladi. Yana bir marta eslatib o'tamiz. Qo'l yuqoriga bo'lsa, u oddiy ishtirokchi. Qo'l pastga deb ko'rsatsam, u kishi mafiya va u kishini tekshirmoqchi. Nice. Xo'p, hamma tanlovini qildi. Humo qishloqchamizda kun va hamma ko'zini ochadi. Bizning qishloqqa yaqinda ko'chib kelgan, ijodlar bilan mashg'ul bo'lgan va bu yerda deyarli hammaga kerakli odamlardan biri Farruxbek Farhodbekovich bizni o'yindan tark etadi. Ortiqcha gaplar qo'shmaymiz. O'yinda tark etadi. U kishi oddiy aholi edi. Oxirgi so'zingizni aytasiz. Xursandman. Blogerlar bilan Jumani menman degan blogerlar bilan birga bitta davrada o'tirganimdan hammaga omad. Katta rahmat aytamiz. Va yana bir gap, shu yerda ketmay turasiz. Bizda doktor bor edi. Va uni immuniteti birinchi marta to'g'ri joyga bordi. Mana shu yerda Farruh o'yinga qaytadi. Aldaysan, Sardor. Nimaga birovni aldaysan? Muhokama. Muhokamaga sredniy 2 daqiqa. Qancha misol uchun deb o'ylayapman-da. Yomondan qarang. Biz hamma o'ynayapmiz. Mafiya shtabi bu kishilar o'ynamagani uchun, bilmagani uchun, qanday xarizm, qanday xarakterga ega bo'lmagani uchun bu kishiga birinchi zarbani berdi deb o'ylayapti, beryapti deb o'ylayapman men. Ha, qurban. Shtabi bu odamni yuz tuzilishi yoki может boshqa narsa. Mafiya bu kishilar qo'rqqani uchun ana shu odam chiqaryapti deb o'yladim men o'zim. Mana yana men shu fikrim, men o'ylaman deb o'yladim. Mana shu men o'yladim. Mana shu chorni chiqarmish kerak. Mana shu nima demoqchisiz? Kimdir? Ha, Umar bor, Ma'munda bor. Shoqa yana men keldim. Shoqa yutoryapti, gapni qo'layapti. Keyin birlariga bu bonoq gapni boshlayapti. Rahmon aka, men bilmadim, Rahmon aka kim deb qo'yamiz. Jasurdagi Abra bo'ldi.
gapiring. Men hozir boshqa stansiya deyolmayman. Lekin birinchi gapimiz ketib qoldi-da. Shohada bilasan, ketib qoldi. Men shuni his qildim, keyin Murodda bilmasam Murodda hali bir narsa olmayman, lekin Shohalaga buyurib qo'yyapti-da. bu shoha boshida bir qandaydir xirib ketdi-da men bu yerdan. 30 soniya og'alar gapirishingiz mumkin. Gapirsam bo'ladimi? Aha. Sheriklarim bilan kelisholmadim. Boshqa odam o'tmoqchi edi o'zi aslida. Lekin mayli, shunday bo'ldi. Qaytganimga xursandman, boshqa variant yo'q. Iloji bo'lsa keyingi o'yinda chiqarishga harakat gap qilmayotgan. lekin Jansur aka ham sразу tashlayapti. Kim shu sira yaxshi o'ynasa, Tushunarli. tashlayapti. kim shu sira o'ynasa, men o'zi boshdan sezib kelayapman-da. Men buni gapida qanday men boshqa o'ynayman deb kirib keldi-da. Tushunarli. Nimadir qilmoqchi bo'ldim, o'xshamay netaroq gapirib qo'ydi. Yaxshi. Siz nimaga odamga tashyapsiz hozir? Bu ishingiz qilgan huquqlarni. Boshqa fikr bildirib kelaylik, o'sha gapingizga fikr bor menda ham. Bitta fikr bildirib kelyapti. Gapir. Bu общий tashlanadi, muhokama общий. Xato qilib qo'ymaylik. Chunki boya o'yinni ko'rdingiz o'zlaringiz ham juda yaxshi o'yin bo'ldi. Biza prosta gapirmasdan ham, biron bir o'yinni ko'rmasdan ham chiqib ketmaylik Nizashtoga. Yana ham o'zing bilasizlar, fikrim shu. Xuddi shunday. Chiqib ketadi o'yinni ko'rib. Oxirgi so'zni qarang. Bo'lsin demoqchi. Rahmat Jokir. Shoha bitta gapiradi, shu bilan ovoz beramiz. Agarda kim oddiy xalq bo'layotgan bo'lsa, mafiyalar chiqarishgan. Men fikrim shu. Meni fikrim shu. Qaysi? Tushunarli. Hammada taxmin har xil. Bo'ldi. Balkim mafiya men degan taxminlar ham bo'lyapti orada. Balkim Jasur aka, balkim shayximiz, balkim Joni. O'zi nima o'zi qochiryapti-da birov. Shu Ovoz beramiz. O'zi kamaylikda oddiy aholi kimligini bilib oldi. Ovoz beramiz. mana shu. Ovoz berish boshlaymiz. Xo'p. Farruxga o'zidan o'zi ovoz yo'q, chunki hamma bildi kim qandayligini, lekin Farruh ovoz berishga haqqi bor. Bu yerda shunday o'yinchi. Farruxga Sherolayevga ovoz beradiganlar, ya'ni Sherolayev mafiya deb o'ylaydiganlar. Ko'z yana o'ynayapti-da. Yomon o'ynayapti. Shunday hamma tarafdan o'zgartiryapti. Ovoz beramizmi? Sherzodga ovoz beramizmi yo'qmi? Oxirgi marta Sherzodga ovozlar yo'q. Rahmat. Bizni Jokirimizga. Ovoz beradiganlar demak yo'q. Jonsang. Ovoz beradiganlar. Kimdir ovoz bermaydi, ishni ovoz bermaymizmi? Yig'ib turibsizmi? Oxiridami? Yaxshi. Bitta ovoz. Nima dedi? Kimga Bu kishiga? beraylik deyapman. Xo'p, senga. Davay. Ikkita bo'ldi. So'rab oldim, davay. Max Vaynga ovoz beradiganlar demak ikkita. Kim? Rahmon aka, Beka. Sizda ikkita ovoz. Rahmat. Tushunarli. Endi Bekamiga ovoz beradiganlar bitta, ikkita. Bekamida ham ikkita ovoz. Uchta ovoz Bekamida. Yana Bekaga ovoz beradiganlar bormi? Yo'q. Beka 3 ta barmoq. Dilshod akaga ovoz beradiganlar bitta. Dilshod akaga bitta, ha, ovoz. Dilshod akaga tushunarli. Dilshod akaga bitta ovoz, bitta barmoq. Shohaga ovoz beradiganlar bitta, ikkita. Men daftar. Atik. Va kim yana? 3ta. 3 ta Shohaga ovoz beradiganlar. 3tami? Aha. Qolganlarga demak o'tishimiz shart emas menimcha. Qolganlarga o'tishimiz shart emas. Ani men ham ovoz bersam bo'lar. Siz ham ovoz berishingiz kerak, to'g'ri? Shoha. Men bunga berdim. Sizda qatnashib ketdim. Bizada Shohada 3 ta ovoz hozircha, yana kimda 3 ta ovoz? Yo'q. Ovoz bermaganlar bor. Hozir baribir bo'lsak bitta-bitta bo'lib qoladi. O'zi bitta-bitta. Tamam. Abramga ovoz beradi. Jasurga ovoz beradiganlar, Elsevar. Jasurga ovoz beradiganlar yo'q. Abramga ovoz beradiganlar bormi? Rostdan. Rahmon akaga ovoz beradiganlar. Bitta, ikkita. Ko'rdim, bitta, ikkita. Rahmon akada ikkita ovoz. Rahmon aka, ikkita barmoq.
Murodga ovoz beradiganlar. Xo'p, tushunarli. Bizni krasavchikka ovoz beradiganlar yo'q. Kimda ikkita, kimda 3 ta ovoz. Bitta shohida 3 ta va bekada 3 ta ovoz bo'lyapti, ha? Bekaga so'z beramiz, o'zingizni oqlang. Qaranglar, o'g'illar. Boyagi aytganim. Yaxshi o'ylab ko'rdi. Bitta yana ketsa, tabriklar bo'ladi. Boyagida avz chekib, boshqa narsa qilib yotmaydi. O'zi mimika ko'rib turibsizlar, yolg'onchilik bo'lyapti. Shuning uchun yaxshilab o'ylab ko'ringlar yana. Men yana bir qarayapman, yana bir razvedka qilyapman. Kimda shubham borligini aniqlayapman, aytmayman. Lekin yaxshilab o'ylab ko'ringlar yana. Boyagida hatto bo'lmasin. Erta chiqib ketib, ertani yakunlab qo'yamiz. Tushunarli. Yaxshilab o'ylab ko'ringlar. Rahmat. O'zini oqlaydi. Belgiladigan bo'lsak, agar kim mashada oddiy xalq bo'ladigan bo'lsa, to'g'risi mafiyalar chiqarib yutib ketadi. Men ortiqcha gapirmayman, boshida do'dug'lanib, to'g'risi men gapni o'ylab olsin, nimadir, to'g'risi nimadir dedim. Kim oddiy xalq bo'ladigan bo'lsa, mafiyalar shuni chiqarib yutib ketadi. Tamom. Mening gapim boshqa. Dumaloqda avtomat bo'ladi. Tushunarli. Faqat shu. Tushunarli. Boshqotdan bekaga ovoz beradiganlar bormi? Boshqotdan hammani menimcha yetarlicha fikri o'zgardi. Balkim bekadir, balkim shoh, balkim mendirman. Men beraman bekaga. Bekaga ovoz beradiganlar ikkita. Yigitlar qolganini birdan berib shunda ovoz bermaganlar. Endi shunaqa bo'ladi. Hozir 2 ga bo'lamiz. Hozir ovozlarni 2 ga bo'lamiz. Siz ovoz bermasangiz, Majburiy hamma berish kerakmi? o'zi hozir shu yerda o'tirgan hammani ovozini 2 ga bo'lamiz. Bekaga ovoz beradiganlar 1, 2, 3. Bekaga ovoz beradigan 3 kishi. Beka 3 ta barmoq. Xo'p, qolganlar shohga. Shohga necha kishi ovoz beryapti endi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Avtobus qo'shilib ketadi. Boshqalarga O'zingizni oqlang, bitta tushuntiring yaxshilab. Bular ishonsin siz oddiy odammi yoki mafiyami, kim? Hamma o'zining rolini zo'rlayapti. Lekin aytyapman, kim oddiy xalq bo'ladigan bo'lsa, mafiyalar shunday chiqarib ketadi. Tamom. Men boshqa gap gapirmayman. Xato qilyapsiz. Realni xato qilyapsiz. Realni xato qilyapsiz. Hech kim ishonmadimi? Sizlarga nimaga e'tibor berayotgan bo'lsangiz, lekin xato qilyapsiz. Hech kim xato qilyapsiz. Tushunarli. Hech kim ishonmadimi? O'shangan bilan boshqa variant yo'q. Chunki bekaga kam bo'lib ketdi ovoz. Xo'p, o'yinimizni endi eng qiziq joyiga keldik. Oddiy ishtirokchilardan bir kishi kamaydi. Shoha chiqib ketdi bizadan. Qizarmayapti, nima qildi deb turib aytdim. Shoha chiqib ketdi. Va o'yinni qiziqroq joyi, Shoha hozir bizada shart bajaradi. Shohaga qarasa bo'lsa. Xo'p. Biz sizni butun umr eslab qolamiz degan rasm. Xuddi shunday. Endi ko'zimizning oldida Shoha shartlardan bittasini tortadi va bajarishga majbur. Agar bajarishdan bo'yin tovlasa, ya'ni bajarishni xohlamasa, unga bizda nakazaniya, ya'ni jazo bor. Bugun Spiderman o'qiymoqchi, niyatingiz O'qib beramiz. Don Ziki o'yinini xatosiz bajaring. Ya'ni Don Ziki men bilan o'ynaysiz. Yutishingiz kerak. Ha, siz yutishim kerak. Bekalarda opit katta. 3 talik o'ynaymizmi, bittalikmi? Bittalik, ha, bitta. Imkon beraylik, 3 talik bo'lsin shu. Bitta. Bittada tugatamiz, ha? Bitta bo'lsin. Bittalikmi, 3 talik? Bo'lsa bitta bo'lsa. Bitta bo'lar, tamom. Bitta bo'lar. Xo'p, boshlayapmiz. Birinchi so'z. Men aytaman. Don Ziki. Katta rahmat. Hamma shartlarimizni bajardi va yaxshi qatnashgani uchun, mehmonimiz bo'lgani uchun bizda arzimas kichkinagina sovg'alarimiz bor. Sizga katta rahmat. Rahmat. Humo qishloqchasida ko'rganimizdan xursandmiz. Yana qo'shimcha qilib aytib o'tishim kerak. Bu odamni biz yaxshi ko'rardik. Qanday odam edi?
va butun umr bizning xotiramizda bo'ladi. Katta rahmat. Ajabda bir ko'rib Mana. Xo'p. Qishlog'imizda Ancha ko'p xotiralarim bor bola bilan. yaxshi. Qishlog'imizda yana tun. Bu kecha mafiyalar yanada qattiqroq ishlashi kerak. Chunki yutishga yana bir qadam yaqin qoldi. Bizda mafiyalar bor. Mafiyalar sekin asta yuzini ochadi. Va bir kishini tanlaymiz. U beozor qo'yday bo'lishi ham mumkin. Lekin sizlarga eng xavfli odam bo'lishi ham mumkin. Bir kishini tanlaymiz va o'yindan chiqarishga harakat qilamiz. Lekin bizda doktor bor. Mafiya otgan o'qni bemalol chiqarib, davolab, o'yinga qaytarish mumkin. Bizda doktor maskani ichadi va bitta immunitet berish kerak. Kimga beradi? Nima uchun? Uni o'zi hal qiladi. Doktor ko'p o'ylamasdan immunitetni berdi. Xo'p, bizda sherif kimnidir kartasini ko'radi, u mafiyami yo'qmi, o'ziga kerakli ma'lumotni oladi. Sherif karta tanlaymiz. Xo'p. Sherif juda kerakli yaxshi ish qildi. Har tarafga yordam bo'lishi uchun bu gapni aytdik. Humo qishlog'imizda kun hamma ko'zini ochadi. Hamma ko'zini ochadi. Doktor harakat qildi. Doktor urinib ko'rdi. Lekin uni urinishi bittagina edi. Va bu urinish zoya ketdi. Jasur akamiz o'yindan chiqadi. Va oddiy ishtirokchi. Kimdir mafiyani topdi lekin. Yo'q, aslida berasizmi? Shartlarni bajaramiz. Keyin beramiz. O'tirganimga kichkina ko'rinyapmanmi deyman, sizlarning ko'zlaringga o'tirganimga kichkina ko'rinyapmanmi deyman. O'lishda nima deb o'ylayapti? O'lishdan oldin Murod akamning istirahatda. Dedi Murod, men Shiro, chunki Murod ko'p suv ichyapti degani keyin ko'p gapirib qo'yadi. O'sha bilan ko'zini chaqirib qo'yadi. Kim bu ham suv ichyapti. Boya kim ko'p arlayotgan bo'lsa, suv ichyapti. Suv ichmadingizmi boya? Suv ichdi. Xo'p. Sizga katta rahmat, Jasur aka. Va o'yinimizning noodatiy qismiga kelamiz. Shartlarimiz bor. Bajarishingiz shart. Bajarmasangiz ozgina qiyinroq bo'ladi. Ya boshqa narsa olaymi? Nima? Bitta o'qib bering. Ovozingizni chiqarib o'qib bering. Boshqa so'zlar yo'qmi? Misol boshqa olay, o'qisa qilasan. O'qib beramiz. Boshqasini iloji yo'q. Pechene challenge, pechonadagi pecheneni qo'l yordamisiz tushirib yubormasdan yeng. Uni qarang. Yaxshi. Bizga pechene kerak. Eng qizig'i bizda bitta urinish. Pechene butun bo'lish kerak. Butun bo'lish kerak. Butun bo'lish kerak. Va bitta urinish beriladi. Bo'lmasa sizga nakazaniyamiz, jazomiz. Pechonada aytib Qani qo'llab-quvvatlab turamiz. Bo'ldi, Afsus. Xo'p, endi nima bo'ladi? Endi yanada og'irroq bo'ladi. Diqqatingizni jamlaymiz. Jazomiz bor. Yana bormi? Topshiriq. Bu qiyinrog'i. Buni ham ovoz chiqarib o'qib berasiz. Mayli, bemalol. Ovoz chiqaringchi, o'qingchi. Qarangizlar, parodiya qilsangiz kerak. Qolgan ishtirokchilar sizning eng cringe tomonlaringizni parodiya qilib beradi. Siz esa mazza tomosha qilasiz.
O'zi tanlaydi, kim parodiya qilib bersin sizni? Beka qilib bersin, chiroyli qilib bersin. Odam tanlasin. Ha, bizda yetadi. Bitta. Yo'q, bitta. Telefon beringlar-da bitta. Telefon qo'lingizda. Yo, telefon beringlar. Telefon. Ha, bakarashganman. Qayermisiz? Qayermi? Ben pastdan keladi-da. Aha. Hozir tepadan pastdan keladi. Qayermi? Pazarxonda shunaqangi arzon darslar borligini bilarmidingiz? Hozir men sizga arzonni ko'rsataman. Mana hozir mana kelganlaringiz, mana bu hisob bola. Hamma yig'ilgan. Yana arzon narsalar qayerda bor deysizmi? Bu menga obuna bo'lishingiz kerak. Mana shu yerda mana narsalar bor. Mana bu yerda. Mana shu yerda. Zo'r. Rahmat. Obuna bo'lishingizdan chiqasiz. Rahmat. Qarsaklar. Sen chiroyli ko'rsatib qo'yding. Yo'q. Bo'ldi, rahmat. Jasur aka, ishtirokingiz uchun rahmat. Sizga O'lishdan oldin narsa aytib ketay. aha. Murod bilan shu boyagi Murod bilan bu agar Sherif kimligini bilgan bo'lsa, Sherif ham endi bir ozgina kirishib gapirsizlar. Sherif kirishadi. Murod bilan Rahmon aka endi nasıl? Murod Rahmon aka. 3 ta Rahmat. Jasur akani qarsaklar bilan kuzatib qo'yamiz. Sağ ol. xotirlamaymizmi buni? Buni xotirlash bizning esimizdan chiqdimi? Yo'q, to'xtang. Bu odamni xotirlamasak bo'lmaydi. Qani? Parodiyaga yarasha, xarakterga, gavdaga va hamma narsaga yarasha bizda Xalqmi deyman-a? Qani? Yani yaxshilarimiz ko'rsatib berdi. Abdushi shonchunda. xuddi shunday. Xo'p, muhokama. Bemalol 2 daqiqa. Sizga yordam berardim, Sherif. Gapirsa mayli. Bemalol hozir muhokama qilaveringlar. Kim bitta. O'zimiz kelishgan Bemalol. To'xtanglar, birinchi Jim o'tirganlar ham qo'rqitdi. Jim o'tirganlar ham qo'rqityapti. Orada bitta gapirib olyapti. Slomoga tushib. Jim o'tiryapti endi. Ashrasanlar nazarga olganda hozir meni bitta fikrim emas. Endi o'zingizam shu nazarga tutingiz, rahmat. Oy zo'r gapirdi-siz. Narxiga men ham o'ylabman, mayli. Xo'p, bu yerda men biroz o'yinni ko'rdim. Eng qiziq zo'r fikrlar o'ylab qo'ydim. Men shartlar qo'yisman chiqib ketdi, davom etiraveradi. Beka men nima deb gapirdim? Murod deb o'ylayapman. Elchivar ham bekarga aytib o'tmadi. Murod Shiro Rahmon aka. Hozirda katta shu Murodda bo'lib turibdi. Katta gumon. Endi aytyapti, anosi qaltirayapti, suvni ko'p ichyapti, bir narsalar o'ylab men uncha e'tibor bermadim. No endi Sherga yordam ham qilyapti, patiskaska qilib. Men hamdirman. Patiskaska tushuninglar. Men o'yinni boshidan beri aytyapman, men mafiyaman. Sherigiman. Men mafiyaman. Bo'ldi, nima problema qilyapsizlar? Bo'ldi, chiqaringlar, yutinglar. Lekin meni chiqarganlar bilan ham ikkita sherigim bor. Mojin ikkita sherigim chiqarsa, Boya ismini chiqib fikrimga keldi. Boya aytgancha bizga bildirilmadi. Sherif bitta to'g'ri ish qildi dedi. Qayli, Sherif shuni to'g'ridan aytmasin, maylimi? Taksiyasini gapirib ketdi. To'xtanglar. Beka siz kimga ovoz bermoqchisiz? Biz ham fikrimda bu yerda ovoz berishga. Bemalol. Sherifda bitta narsa. Sherifni men 100% kimligini bilaman. 100% kimligini bilaman, lekin uni hozir gapirtirish juda xato. Orada gapirib chiqsin, orada mayli qandaydir podskazga berib o'tsin, men lekin uni gapini 100% podskazga ola olaman. Общий Men bitta so'ramoqchiman-da. Beka sizni tanimoqchisiz? hali tanishib Kim deb o'ylayapsiz? Ovoz berishga o'tamiz. Xo'p. Yengil shlyapadagi odam. Beozor ko'ringan Abramjon. Abramga ovoz beradiganlar bormi? Hozircha bitta, ikkita, uchta, to'rtta. Yana bir o'ylab ko'ringiz mayli. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta. O'zi 5 ta barmog'imiz bor, 4 tasini ishlatamiz. Abram aka, 4 ta barmog'ingizni ko'tarib turasiz. 5 tasini men ishlab qo'yaman. gapirmay qo'ydingiz-ku. Tushunarli. Rahmon akaga ovoz beradiganlar bormi? Yo'q. Murodga ovoz beradiganlar? Bitta, ikkita, uchta. Murodga ovoz beradiganlar 4 ta, 5 ta.
nima bo'lyapti? Boshqatdan bitta qo'l ko'taringiz, tushunmay qolyapman. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta. Hamma barmoqni ishlatamiz, Murod. 5 ta barmoqni yuqoriga ko'taramiz. Bu yerda menimcha ovoz beradigan bir kishi qoldi, u kishining ovozi hech narsani hal qilmaydi. Hozir bu yerda Murod o'zini oqlashi kerak bo'ladi. Hech narsa deb oqlamayman, lekin chiqib ketganimdan keyin 100% bilaman. Katta xato qilayotgan narsa mana shu yerda 100% aytaman. Hech qanaqa oqlash niyatim ham, hech narsa qilish niyatim ham yo'q. Xohlasalaringiz yana ham og'izlaringizni o'ylab ko'ringizlar, farqi yo'q menga. Men bu yerda suv ichyapti deb boshqa narsa deyapsizlar, umuman farqi yo'q. Lekin suvim joyidan qimirlagani ham yo'q. Lekin hozir chiqib ketadigan bo'lsam, katta yo'qotishlaringiz bilan. 100% aytaman. Bu narsa yana qaytadan xo'p, bitta gapiring mayli. Xo'p, biz aytgandan keyin suvda ichmay qo'ygandirsiz. Lekin men fikrim bo'lgani boshqacha. Sizni avvaldan men ko'rganman, shu yolg'on gapirganingizni taylashingiz borda, o'zingiz qisib olasiz. Men prosta realni azarga kirishib ketyapman. To'g'ri, balki boshqacha o'ylarsizlar, o'zingizlar bilasizlar. Xo'p, men Murodni bo'laman. Shoshilib qayerga ketasan? Qayerga ketasan shoshilib? Meni fikrim bo'yicha faqatgina bitta xarakteristika, ya'ni imomda o'zini tutishi boshqa narsaga qaramaslik kerak. Negaki men o'zim sovqat o'tiribman, shuning uchun qaltirayman masalan. U boshqa aytmoqchi bo'lganim 3-4 ta xarakteristikasini o'rganib, ovoz berishimiz kerak deb o'ylayman. Men yana ham aytyapman, katta yo'qotish qilyapsizlar. Tushunarli. Oxirgi so'zlar gapirildi, fikrlar qabul qilindi. Yana bir marta Murodga qaytadan ovoz berib ko'ramiz. Murodga ovoz beradiganlar 1, 2, 3, 4 va 5 ta ovoz. Avtomatik bizning qishlog'imizda katta xizmatlar qilgan, Humo qishlog'imizda ko'p martabalarga erishgan bizni mafiyamiz o'yindan chiqadi. Boshqacha qoldingizmi? Yo'q, qarang. Bunday mafiyalar emosiyani sotib qo'y. Ikkita odam emosiya bermadi. Ikkita odam emosiya bermadi. Yigit student bo'lar ekanda do'stlar. Yigit student bo'lar ekan. Yigit student bo'lar ekan. Yigit har kuni roltini ekan. Qiz boyvachcha bo'lar ekan, yigit student bo'lar ekan, har kuni roltini ekan yigit. Ovoz chiqarib o'qiymiz. Хорошо. Kontakt sinovi, kontaktingizdan biz tanlab bergan odamdan $100 qarz berishni so'rang. Bermasa-chi? Telefon beradi. Sizlarga telefonlar beringiz. Mana telefon. Shuni o'zini telefoni. Ha, bizning telefonni bering. Shu akada. Oldi men so'z yozib kontakt kimdan edi? Xo'p, bu yerda to'liqroq tushuntiraman. 1 daqiqa gaplashib bersa bo'ldi va qarzga ko'ndirish kerak 1 daqiqani ichida. Cho'zish kerak. Undan Qarachi o'yinda deb aytishim kerak bo'lsa, yo'q. 1 daqiqani ichida qarz so'rash kerak. U kishi qarz beraman, mayli desa bo'ldi. Shu bilan Endi bitta tarafni ham tushunishimiz kerak-da. Yangi yil oldi ko'pchilik farqi yo'q. Ha, o'sha ishlar bizga ketyapti. Hozir bu yerda xatolik bo'ldi. Mayli, bonus beramiz. Ko'tarishmayapti. Aslida men tanlab berishim kerak edi. Ozgina yengillik beramiz, ha? Mayli, bayram oldi. Yo'llarimiz millar ketdi. Tushundim. Intergacha bo'lsa, intergacha keladi, mafdan chiqish kerak. Ya bo'ldi, aniq. Ishon. Ya o'z direksiya sotib qo'ydi lekin. Shoh aka. Akam bezovta qildi, kech bo'lgan nazarda. Men Murodman aka. Aka, qarachi menga shu kuni ertalabga 7-8 larga oldingizga bo'laman. Menga $100 juda срочныйga qarz kerak-da akam. Juda срочныйga. Ertalabga ham bera olasizmi? Balki ro'g'ab chiqsin. Xo'p, abidgacha bo'lsa ham iloji bormi? Ha, iloji bor. Bo'ldi aka, rahmat, xo'p. Zo'r, yo'q. Ko'rsatuvdaman deb aytib Bo'pti aka.
Xo'p. Qatnashganingiz uchun rahmat. Humo qishloqchamizdan sizga sovg'a. O'zim albatta rasm deb. birinchi o'zim ko'ray. Zo'rmi? Endi ko'raylik. Aka ko'rsatmang aka. Aka mana insonlar beraman. Oddiy insonlardan emas. Biz aytgan bo'lardik, supergiroylardan biri bo'lyapti. Kimsanmi? Yo'q. Bu kimda? Yaxshimi? Arturmi? Savollarda qolgan qizlarimiz. Keyinroq olib chiqing. Xo'p, Abidgacha bo'lsa ham iloji bormi? Ha, iloji bor. Bo'ldi aka, rahmat xo'p. Ko'rsatuvdaman deb aytib qo'ysa ham bo'ladi. Xo'p. Qatnashganingiz uchun rahmat. Humo qishloqchamizdan sizga sovg'a. Albatta rasm deb. Birinchi o'zim bitta ko'ray. Zo'rmi? Endi ko'raylik. Aka ko'rsatmang aka. Aka mana insonlar beraman. Xo'p. Oddiy insonlardan emas. Biz aytgan bo'lardik, supergiroylardan biri bo'lyapti. Bu kishimiz. Yo'q. Qanday ko'rinyapti? Yaxshimi? Arturmi? Savollarda qolgan qizlarimiz. Bermayman denglar. Hozir bor. Kartamiz shu yerdami? Shu yerda. Xo'p, Humo qishlog'imizda tun. Mafiyalar bir kishi kamaydi. Bu oddiy ishtirokchilar uchun yaxshi. Lekin o'sha ikkita mafiya hozir bir kishini chopadi. Niqoblarni ochamiz. Niqoblar yaxshi yopib olingizlar birinchi boshqatdan. Yaxshilab yoping niqoblarni. Niqobni yaxshilab yopasiz. Qo'ymayman, qulog'ingiz kesamiz. Mafiyalar yuzini ochadi. Mafiyalar ikki kishi qolgan va yuzini ochadi. Juda ham kerakli, juda ham qat'iy qarorni qabul qilish kerak. Adashishga hozir haqqingiz yo'q. Kimni tanlaymiz? Mafiyalar boshqatdan bitta signal beramiz. Tushunarli. Mafiya kimnidir tanladi. Xo'p, yuzimizni yopamiz. Bizda doktor hali tirik. Doktor. Qaydasiz, doktor? Doktor, siz qaydasiz? Kerakli odamga immunitetni bering. Doktor immunitetni berdi. Va yuzini yopadi. Doktor yuzimizni yopamiz. Sherif tog'a, siz qaydasiz? Yuzingizni ochishingiz mumkin va kimnidir tekshiramiz. Qo'limni pastga qilsam, u kishi mafiya bo'ladi. Qo'limni yuqoriga qilsam, u kishi oddiy ishtirokchi bo'ladi. Humo qishlog'imizda kun. Hamma maskasini ichadi. Jimlik saqlagan holda doktor harakat qildi. Bor kuchi bilan harakat qildi va Rahmon akamizga immunitetni bera olmadi. Iltimos qilib ko'rdim. Ko'rdi. O'shaning uchun Rahmon aka bitta oxirgi so'zingizni aytasiz, undan keyin shartlarimizga o'tamiz. Oddiy ishtirokchilar bir kishi kamaydi. Hushyorroq bo'lib o'ynaymiz bundan buyog'iga. Amallanglarda. Rahmat. Barakasini bersin. Barakasini bersin. Kesib berasiz. Men otilishimni 100% bilib turib doktordan iltimos qildim. Gapni ochig'i videoda ham ko'rsalang bo'ladi. Bo'ldi, kesib bering bu. Rahmat boshida mafiyaman deb keluvdi, nabrat shubhalanib tushunarli. Rahmon aka kemaga chiqqanni jonidir. Prosta mafiyalarni harakatini bilmoqchi. Gap beramiz do'stim. Siz aytishga onasining bilaman. Ishlarni bo'lasizmi? Bir nafasdan aka. Bir nafasda 2 marta o'qib bersangiz ham bo'ladi. Osmonda ikkita dumi kalta kalkal xat, birining dumi oq kalta kalkal xat, birining dumi ko'k kalta kalkal xat. Oq dumli kalta kalkal xat, ko'k dumli kalta kalkal xatga xalaqit qiladimi? Ko'k dumli kalta kalkal xat, oq dumli kalta kalkal xatga xalaqit qiladimi? Qabul qilamiz. Osmonda ikkita dumi kalta kalkal xat. Aytaveraymi yo bo'ldimi? Bo'ldi. Ayel. Og'a siz zo'risiz. Sizdan zo'ri yo'q, og'a. Ya qabul. Qabulmi? Qabul qilamizmi? Qabul qilamiz. Rahmat. Ko'rsagan zo'r bo'lardi. Nimani? Nakasini ko'rsagan. Yo'q, qabul qilamiz.
qabul qilamiz. E'tirozmanman. Bitta aka. Haqiqatan siz qavzalarda, nimalarda qatnashgansiz. Bizni Humo qishlog'imizdagi o'yinda buni ko'rsatmayman. Xo'p, bu kishi yozni yaxshi ko'radi. Lekin qishda qalin kiyinishni ham biladi. Akani o'ziga ko'rsatamiz birinchi. Buni PDF-ni menga tashlab berasizlar, yoqdi o'zimga. O'zini ham berib olamiz. Qara. Sheriga bir ko'ray. Rahmat. Zo'r ishtirokingiz uchun katta rahmat. Qarsaklar bilan bir kuzatib qo'yamiz yana. Muhokama? Xo'p. Gapiring. Boya aytganimizdek. Gapiring, bir boshingizda Sherzod. Meni Yo'q, qarang, shoshmaylik. Men ko'proq gumonim hozir oldimdagi odamlar. To'g'risi. Shu odamga bitta berib ko'raylik. Endi bu fikrim o'zingizlar fikrini aytinglar. Men ham shu gumonim oldimdagi odamga. Yo'q. Shoshmang. Yaxshi bo'lyapti. Shu bildirdi. Men realni bekorga aytmadim. Sherzod realni kuchli bildirdi. Men shuning uchun Sherzod tarafdoriman. Qanday bildirdi? Просто. Qo'shmayapti-da gaplarga. Qo'shmayapti. Nimaga qo'shmayapti? Fikrim bor. Abram akani o'zi. Yo'q, o'zi. Yana deganda ataga tashyapti. Boyadan beri ataga tashyapti. Yo'q, yana bitta fikr bor. Может bo'lishi mumkin. Bilmaydi-ku o'yinda masalan, birinchi marta o'ynashi bor, boshqa narsa bo'lishi bor. Men mafiyaman degandan keyin shunga ishonib, может haqiqatan mafiyadir bu. Biz ko'rganda, bilganda biladi. Boshda bildirib qo'ygani bu, может namiyat uchun boshqa narsa uchun bo'lishi mumkin. Lekin bu yangi bola aytmoqchimanki, bilmagani uchun mafiya chiqib ketmoqchi deb turib, ovoz bergan bo'lishi mumkin. Abram aka ovoz beray. Abram akaga. Chunki deganda boyagidek gapirmayapti. Chunki deganda o'zini oqlamayapti. Endi boyagidek gapirmayapti deganingizga kelsak, bu yerda hozir syomka ketyapti. Navbat gapirishimiz kerak dedi. Men siz deganim yo'q. Nima uchun Sherzod dedim? Chunki endi biz birga ishlaymiz, sal mimikalarimiz bilamiz. Bu safar balki adashmayotgandirman. Balki e'tibor berib ko'rarsizlar. Men to'g'risi bo'lyapti. Mayli nima gapirsin. Bundan keyin o'yin oson bo'ladi deb o'yladim. Hozir o'yin qiyin bo'lishi darajasi rasmdagi. Hammani fikri har xil. Albatta. Joyga yetaylik. Xo'p, demak ovoz beramiz. Boya kimdir? Ovoz berishni sizdan boshlaymiz. Kimdir topadi. Topdi deb o'ylayapman men. Sherif yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshimi? Abramga ovoz beradiganlar bormi? Rahmat. Abram akaga ham men ovoz beraman. Yana qaytadan Abramga ovoz beradiganlar bormi? Abram aka bitta barmoq ko'taramiz. Adhamga ovoz beradiganlar. Yaxshi. Farruh yaxshimisan? Hozir o'yinni boshdan bir gapirmayapti. Sherzodga ovoz beradiganlar menimcha bor. Bor-a? Sherzodga bitta, Sherzodga ikkita, Sherzodga 3 ta. Sherzod 3 ta barmoqni ishlatamiz. Ko'tarib turasiz. Chetdagilar ovoz berish mumkin emas. Jokerga ovoz beradiganlar. Bizda ovozlar ishlatilmayapti. Jokerga ovoz beradiganlar. Tushunarli. Kimnidir kutyapmiz oxirida? Yaxshi. Max Wayne'ga ovoz beradiganlar bitta. Max Wayne'ga ovoz beradiganlar bitta. Bekaga ovoz beradiganlar bitta, ikkita, 3 ta. Beka 3 ta barmoq ko'tarib turamiz, adashib ketmaydi. Dilshod aka yaxshimisiz? Menimcha ovozlar qolmadi. Xo'p, kimda 3 ta ovoz, kimda 2 ta ovoz? Kimda 2 ta ovoz bo'ldi? Sizda 3 ta? 3 ta bo'lyapti. Sizda 3 ta. 3 ta. Umidda emas. Beka bilan shunday. Sherzoddan boshlaymiz. Bitta o'zingizni oqlab bering, zo'r qilib, ovozlarni ikkiga bo'lamiz undan keyin. Qarorlar sizni nima gapirishingizga qarab chiqariladi. Abram aka aytayapti-ku, men buni mimikasidan bilan birga ishlaymiz deb. Men noto'g'ri qilayotgandirman balki. Siz noto'g'ri qilmaysiz. Просто ichki tuyg'u bu. Endi ichki tuyg'u bu. Mayli, shu boya Abram akani xafa bo'lish yo'q. Yo'q, xafa bo'lish yo'q. Men mayli safar Abram aka mana shu ko'ngliga quloq solamiz, mayli. Men boshqa narsa gapirmayman.
Chiqarib bersangiz ham boshqa narsa bo'lsa. Katta rahmat. Yaxshi oqlash bo'ldi. Bekami o'zini oqlaymiz. Og'a, nima bo'lyapti? Hojim turganmi deganlaring uchun men shunday aytmoqchiman. Nazoratda bitta narsani bilaylik, toshda o'zi bitta ketdi. Ya'ni yo'qotish bo'lmasin. Shuning uchun yaxshi o'ylab ko'ringlar. Hozir agarda yana bitta qolsa, oddiy odam plusga yanada ishlaymiz. Shu narsani navbatga olinglar. Katta rahmat. Dilshod aka gapirmoqchi, so'z beramiz. Sharda bitta ketdi deyapti. Bitta mafiya ketdi. Bitta mafiya ketdi faqat. Oddiy xalq esa 3 ta ketdi. Bitta ketdi, qaranglar deyapti. 3 ta ketdi. Tushunarli. Do'stim, hozir boshqa mafiya ham bunga So'z- qo'ygan shunga podskazka beradi, qaytarib o'taydi, tekshiramiz. Og'a, so'z beramiz. So'z bergan odamlar gapiradi. Fikrlar uchun katta rahmat. Mahmud, ovozlarni qaytadan beramiz. Sherzodga ovoz beradiganlar qo'lini ko'tarsin. Sherzodga ovoz beradiganlar. Sherzod. Bitta barmoq Sherzod. Bekaga ovoz beradiganlar. 1 2 2 2 2 hey. Beka do'stimizga o'zini oqlashga oxirgi imkoniyatni beramiz. Qadrlang degan. O'ylab ko'ringlar yaxshi. Boya to'g'ri kuyib ishladim lekin hozir nazorat qildim-da. Shuni yaxshi o'ylab ko'ringlar. Yana bitta imkoniyatlarim bor. Katta rahmat. Qaytadan bir ovoz berib ko'ramiz. Kamaydimi? Kimga? Bekaga. Ko'paydi. Bitta bo'ldi. Oqlanmayapti ekanda. Nima aytay? Hamma narsalarimiz tayyormi? Biz uchun juda katta xizmat qilgan. Xumo qishloqchamizga ancha katta foydasi tegan. Bizdagi odamlarni ham ko'p xursand qilgan. Oddiy inson bo'lib yashagan, lekin bu o'yinimizda mafiya bo'lgan. Bekami janoblari o'yindan chiqadi. Ay, gap ketib qoldi. Gap ketib qoldi. Gap ketib qoldi. Shuna kallaga. Buncha sakazim sezib qoldim men. Mafiyaga tegizma gap bo'ldi. Eng qizig'i ovoz berganlarcha mafiya bor. Bunga ovoz berganlarcha mafiya bor. Bor. Adashasiz. Bor. Sherzod shuncha o'yinda Fikr beriladi. kelayotgan bekaga nima uchun ovoz bermadi? Savol sizlarga. Shuncha o'yinda bekaga ovoz berib keldi. Nimaga bu safar beka ovoz bermadi? Men Sherzodga ovoz berish mumkin-a? Mumkin edi. Mumkin edi. Mumkin. Xo'p, So'zlarni eshitdik va an'anaga ko'ra bitta shart tanlaymiz. Xabar kimdan? Xabarni ochmasdan turib kimdan kelganini taxmin qiling. Xo'p. Bu o'yinimiz Boshqa jostki-ku. sal boshqacha. Hamma qo'liga telefonni oladi. Telegramga emas, Instagramiga deylik, bekaga sizlardan bir kishi yozish kerak faqat. Sizlardan faqat bir kishi yozish kerak. Bir kishi yozish kerak. Yoki hamma yozsin ya'ni. Yo'q, Bir kishi. Beka ko'zini yumadi. Men bir kishiga aytaman, o'sha kishi xabar yuboradi. Bu hamma bo'lishi mumkin. Siz lekin uni topishingiz kerak. Agar topolmasangiz taxmin bo'ladi. Xo'p, hamma tayyormi? Yo'q, tayyormiz. Nafas olib turing ungacha. Tayyormiz. Qildingmi do'stlar? Ba'ziga gap o'zi javob beradi. Xo'p, bu shartimizni yana qaytadan tushuntirib o'taman. Xabar kimdan? Hozir qatnashchilardan chetdagilarni qo'shmaymiz. Qatnashchilardan kimdir SMS yozadi Instagramga. Men topolmasam? Siz topolmasangiz nakazali. Ya'ni jazo shartlarimiz bor, shuni bajarasiz. Hammada tayyor? Lekin oson. Hamma tayyor.
Yozildi. Xo'p, internet. O'zi yozib bo'ldi-ku, SMS kelgan aniq. Bekajon. Kimdan kelganini taxmin qilasiz birdaniga. Ochibmi? Bir 10 sekund vaqt berasizmi? Mayli 10 sekund vaqt. Ko'zni ochib hammaga qarashingiz ham mumkin. Albatta shartlarimiz o'ziga yarasha yordamlari ham bo'ladi. Shu telefonga keladimi? Hozir Instagramga keldimi? Instagramga keldi. Bo'ldi. Instagramga keldi. Hammada bor-da Instagramingiz chunki. Nomerlar kimdadir bo'lishi mumkin, kimdadir yo'q bo'lishi mumkin. Shuning uchun Instagramga yozing. Men xaltamni ba'zir yozaydi. 10 soniya vaqt beramiz. Hamma birga sanaydi 10 dan 1gacha. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Oxirgi qaror Rahmon aka yozgan. Yo'q, Dagilardanmi? Umid yozdi. ochib ko'rishingiz mumkin. Kim yozganini. Bizga jazo shartlarini yaqinlashtirib keladi. Voy mazgi! Kim yozibdi? Araga yozdi. Xo'p, bu siyosat qo'yib xohlaganingizni tanlang. Berib tanlasangiz ham mayli. Pastida ham, ustida ham hamma joyda bir xil. Xo'p, Suv saraf. Litr suv ichish? 1 litr suv ichaman. qarang. Suv marafoni deyilyapti, ya'ni suv ichishlari kerak. Aslida katta o'pkalilar 1,5 litr ichadi. Bizaga 10 sekundda 0,5 suvda ichib bersangiz yetadi. 10 sekundda 0,5 suvda ichib bersangiz yetadi. Shartlarni yengillashtiryapmiz. Bu yerda 3 litr suv yozilgan bo'ldi. 3 litrni to'xtamasdan ichish kerak. Ha, 1 litr bo'ladi, jigarlar o'zi qoladi. 0,5 da 10 sekund. Sekundani deganingiz menga? Mana. Oltimiz ham bor. Yaxta ekan, o'zroq yo'qmi? Yaxta edi. Ha, bu sal boshqacharoq. Bo'ldi, almashdi. Isitib turing siz. Xo'p, kameralar tayyor? Tayyormi? Gap ketib qoldi-da, qolaydi, bebabram, lekin o'tirib ichsangiz yaxshiroq bo'ladi, ya'ni. Atak farqi yo'q. Tayyormi? 1 2 3 2 3 4 5 6 7 8 9 o'zi yaxta ekan. 11 sekund bo'ldi. Ajaqda ekanda so'rab bilmaysizlarmi? Men bilmaganimni bilmayman-da, yoshligimdan. Xo'p, qabul qilamizmi? Ya, men o'z kamera qoldi-da. Qabul qilamizmi? O'g'illar Hammasini ichuvsiz. Mayli, qolgan chiqib qo'ysin. Chiqib qo'ysin, vaqtsiz. Bo'ldi, mayli qabul. Vaqtsiz chiqib qo'ysin. Tualetga borish. Hali 3 litr bermadik. Yo'q, bo'ldi. Bu o'zi nakazani, jo'ra. Bu o'zi nakasi, ayla achasini ichdi bu. Shunday. Xo'p, qabul qilamiz. Ishtirokingiz uchun katta rahmat. Azgab aytmoqchiman. Yo'q, rahmat. Bizni Xumo qishlog'imizdan sizga sovg'a. Qishloq deganda qishloq emas. Men rasmim yo'qmi? Bizda o'quv markaz. Va bu o'quv markazimiz bizga qiziqdan qiziq odamlarni beradi. Qiziqdan qiziq tanishlarni beradi. Bo'ladi. Boshqalardan ajralib turaman har doim. Albatta. Xo'p, kimdan boshlab ko'rsataylik? Mana, xullas. Birinchi katta kameramizni ko'rsatamiz. Murod qo'shing. Men soch qo'yib qo'ysang bo'lmaydi. Soqolingizni ham oldiga e'tibor bergan bo'lsangiz. Gap yo'q, Soqol yo'q. Xo'p, ishtirok uchun katta rahmat. Rahmat, suvlarni ham olib ketaverasiz. Yo'q, beramiz. Rahmat. Charchang, qarsaklar bilan kuzatamiz. Xo'p. Bizda bitta mafiya qoldi. Bizda bir dona mafiya qoldi. Yigitlar, bu degani
Oddiy ishtirokchilarda preimущество bor. Doktor Trek, Sherif Trek, Farruh Trek muhimi. Topib birdaniga chiqarsak bo'ladi. Lekin biroq hozir oddiy ishtirokchilardan bittasi chopiladi. Humo qishlog'imizda tun. Kim doktor bo'lsa menga yordam bersin. Men oldisam bilaverayman. Ha? Doktor o'ziga jon bermadi hali menimcha. Gaplashib olamiz. O'ziga Humo qishlog'imizda tun. Bu sokin tunlardan birida yolg'iz bo'ri mafiyamiz ko'zini ochadi. Xohlagan o'yinchini bemalol chiqarsangiz bo'ladi, lekin o'ylang, u siz uchun xavfliroq bo'lishi ham mumkin. Juda xavfli bo'lishi ham mumkin. Shunaqa narsa sizda shans borki, boya qutqarib qolgan odamni endi chopsa bo'ladi. Shans bor. Bu podskaska. Tushunarli. Doktor ko'zini yumadi. Doktor ko'zini yumadi. Mafiya ko'zini yumadi. Va bizda kerakli inson operatsiyalarga usta, jon berishga usta, doktorimiz ko'zini ochadi. Immunitet berildi, berib bo'lindi va bizda Sherif bor. Ma'lumot uchun aytishim mumkin, Sherif ikkita mafiyani ham bilardi. Bu oddiy ishtirokchilarga emas, mafiyaga yordamchi so'z bo'ldi. Sherif kimni ko'ramiz? Tanlang. Sherif qaror qabul qilish kerak. Sherif qaror qabul qilishingiz uchun 10 soniya beramiz. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Sherif qaroringiz? Xo'p, Humo qishlog'imizda kun. Hamma ko'zini ochadi. Doktor yaxshi ish qildi, kerakli ish qildi, lekin birinchi raundda qildi. Va mafiya u odam xavfliroq ekanligini va nihoyat tushunib yetdi. Farruh, ishtiroking uchun katta rahmat. Seni oddiy ishtirokchiligingni hamma biladi. Va biz osongina qo'yib yormaymiz. Osongina qo'yib yormaymiz. Lekin bo'lsa o'lmay o'ynayapti, lekin ungacha taxminlarni aytamiz bitta. Ketaman deb o'yladim. Sherif qanaqadir sarkazmlar bilan ishlamayapti. Farruh bitta taxminini aytsin, bolalar. Farruh bitta taxminini aytadi, undan keyin kuzatamiz. Taxminim Adham deyapti. Tushunarli. Ishtirokingiz uchun katta rahmat. Ishtirok uchun bir qarsak chalib qo'yaylik. Rahmat. Keyin tanishmi? Bemalol tanlashingiz mumkin. Shartni ovoz chiqarib o'qiymiz. 20 soniyada ichida 10 ta mashina brendini sanab bering. Oson. 20 sekund ichida 10 ta mashina brendini misol uchun sanab beradi. Endi eng qizig'i u narsa hozirdan boshlanadi. 3 gacha sanaganimdan keyin. Vaqting bor. 3 2 1 ketdi. 1 Chevrolet, Merz, BMW, Hyundai, Kia, 13, 14, 15. Shuna 10 sekund masida, qanamaydi? 20 sekunddan oshdi. Xo'p. 20 sekunddan oshdi. Lada. Aha. Bo'ldi. O'tolmadingiz ular. Harakat uchun katta rahmat. Lekin o'tolmaganingiz uchun bizda sal nitoroq narsalar ham bor. O'zing aytding-a, Jo'ra. Xohlaganing tanla. Xohlaganing seniki.
To'g'ri chiqarib o'qib bersang. Telefoningizdagi eng cringe rasm yoki videoni ko'rsating. Ko'rsatishimiz kerak. O'zinikimi yashadi? Boshqa. O'zinikini, o'zini rasm yo videosini ko'rsatadi. Ko'rsat. Men bilaman u qaysiligini. Yashirmaysan bunday emas. Vijdonlar eng cringe. Bunaqalar bor. Ungacha nastroykalarga qarasang bo'ladi. Eng qizig'i bitta menga emas, hammaga ko'rsatamiz, uni kameraga ham ko'rsatamiz. Albatta. Hamma gap shunda. Yo'q, bittasiga. Ovoz chiqadi. Fotograf odam o'zi xunuk rasmga tushmaydi-da. Tak. Ozgina kutib turamiz-a? Boshqa odamning rasmini ko'rsatmaymi? Boshqalar. To'xta, qaysini ochding, boyagini ochding. To'xta. Qaytar deydi-ku. Here I come. Here I come. Tak. Bo'la qolsin jura. Yo'q, bor edi. Men bitta to'xta mana. Stop. Endi yaxshi tushungan, stop qilishimiz kerak-da, bitta. Bitta stop qilay. To'xta, bitta qarasam maylimi? Pastda bor edi-da, jura, boyagi joyda bor. Ana 3 kerak, 18 kerak. Pastroqda bor edi-ku jura. To'xta. Bitta ko'rsat o'zing. Tak, ozgina vaqt olyapti. Bu narsa uchun uzr. Mafiya juda ham kuchli o'ylashlaringiz kerak. Hozir mafiya kim? Necha kishi qoldi o'zi? 1 2 3 4 5 kishi qoldi. Ha, kameralarda ham shunga moslab qo'ysalaringiz bo'ladi. Yaqinlashtirib, bu yoqqa, bu yoqqa. Ko'ramizmi? Tayyor rasmimiz. Ko'ramiz, birinchi kameraga ko'rsatamiz. Dubayda chiqqan rasmlardan biri. Bunaqa rasm ko'rinyaptimi? Mahmud. Ko'rinyaptimi? Boshqaga o'tib ketmang. Qiziqmi deydi. Bu rasmni to'lig'ini bizning Telegram kanalidan topasiz deb. Yaqinroqda ko'rmadim men. Mana yaqinroq. Bor ko'rsatib keling. Xo'p. Tushunarli. Qatnashganing uchun katta rahmat. Bizdan Humo o'quv markazimizdan katta sovg'a. Katta rahmat qatnashgani uchun kuzatib qo'yamiz bolalar. Rahmat. Muhokama qilishlaringiz mumkin. Bemalol, ochiq. Ikkita odam qo'shildi. Yo'q, bitta odam qo'shildi. Bilaman, shuncha qo'shildi. Keyin men shu gapimga qarang. Men boshidan buni bilib bilyapman. Boshdan o'sha temadan keyin men aytdim-ku. Natija paskaska bo'lishi mumkin. Eng qizig'ida ular chiqib bo'lmagan ekan. Bu prям qo'shildi nimaga? Variantlarni ko'paytirish uchun. Qaysi bir gumonlilar variantni ko'paytirish qo'shildi. To'g'ri, ularning aqli fikrlamas, lekin kuchli bo'ladi bu narsa. Variantni o'zi ovoz ko'p, va bermasa mendan shubhalanadi. Ya unda emas, bu yo'lda shubhasiz bo'lsa, variant ko'paytirish kerak. Sizda ovqat yesamadim. Siz aytyapman-ku, hech nima fikrim. Max Fan yoki Dilshod aka. Qarang, nimaga? Chunki gapdan to'xtamayapti, boya aytganimdek. Men shu narsa o'yladim. Agar bitta narsa men To'g'risi, tunga olib borib o'tirmaylik, shu o'yinni ozish yo'limizni yakunlaylik. Yakunlashga javob beraman. Kim javob beraman bundan gap kerak emasdi. Kimlarga ovoz bermoqchi, kim edi? Sovg'ani bo'ldi, yo'q, qarshi gap so'ramayman. So'rab chiqgan Dilshod, nima uchun qo'ying? Bo'yi bekaga o'zi. Tilidan shularni ham men sразу ushladim, bildim. Ati qo'shilyapti, atiga emas deb o'ylayapman. Keyin bu yoq indamay turibdi. Bekaga umuman ham tashlamayapti, yo boshqa narsa yo'qmayapti. Atik boyaga variant keltiryapti, nimagaligini biz aytyapmiz. Qo'lni o'z bersangiz, uni javobi bor. Biz javob qo'shib olyapti. Hech qanaqa fikrsiz. Shunisi bu nima deb o'ylaysiz aytadi. O'zini oqlolmadi, tashqa qo'shilyapti. Yo'q, men tushuntirib beraman buni gapini. Qarasa atikdan nima uchun shubha ketmadi? Aytyapti, meni shubham bor deyapti. Bu hech qanaqa shubhalarsiz qo'shib olyapti. Bekada boya bitta ham chiqib ketdi degan pastkaskasidan ushlab oldim men.
Yana boyagidek mimikada gapirmayapti u. Boyagidek tong'ida. O'zgarish nima ish qilayotganiga qiziq bor-ku. Ovoz beramiz. Yana ham hamma o'ylashini men maslahat beraman. Har tarafga ozmoz o'ynaymiz. Xo'p. Ha, kadr kamroq bo'lyapti. Sherzod, ya'ni Sherolayevga ovoz beradiganlar. Yana bir narsani eslatib o'taman shu joyda. Mafiya bitta, siza 5 ta. Yaxshi. Sherzodga ovoz beradiganlar. Sherzod yaxshi odam. Sherzodga ovoz beradiganlar. Sizni kiyimingiz bugun sizni qutqarishi mumkin. Umidga ovoz beradiganlar. Kechiringlar meni. Ikkita qo'lim ko'taraman axir. Apelsinmi? Agar Umid bo'lmasa lekin shundan. Men roziman. Men roziman. Yaxshi. Deyarli hamma ovoz sizga bo'lyapti. Oqlashga umid bor, albatta. Nu, oqlamayman o'zimda. Sizlarga o'sha gap imенно aytib meni boshlab berdi sizlarga. Shunday menda anavi bor, tudasida men aytib kelmoqchimanman, boshqa dachada kelmoqchimanman. Imенно aytdim. Yana buni hozir o'tiribman. Qo'l harakati. Yana ham sizlarni olib chiqib ketib, ishontirib, boyagi maqsadni qildim. Bitizaliyapti-da bugungi maska chaqdi. Maska Ya, o'ylab o'tirsak demoqchi edim. No, ma'sumlar berdi. Obraz zo'r. Prichoska zo'r. Kirishlar zo'r. Komanda bilan ishlash zo'r. Siz kimgadir ovoz bermaysizmi? Sherzodning ovozi hozir hech narsani hal qilmaydi. Hamma narsa zo'r. O'ylab ko'radilar ekan. O'zlaring bilasizlar. Yaxshi. O'yinga kirishlar zo'r. Har holda hammasi o'yin. Ayting. Bayram oldi hech kimdan xafa bo'lish yo'q. O'yinimiz lekin yana yarim soatlarga cho'zilishi ehtimoli katta. Oxirgi qarorni yana bir marta eshitamiz. Qilmanglar lekin. Aka intrigan ishlamang, iltimos. Intriga meni qo'limda. Ammo o'ziga davolinda. Umid bo'lmasa Sherzod bo'lishi mumkin. Faqat Abramovichga gapirmoqchiman. Ya'ni может siz bo'lmasligingiz mumkin, men qiynalib men to'g'risi qo'lingizdan tushunishim mumkin. Qolganlarga maslahatim. Bizlarni masalan birinchi marta ko'ryapsizlar, может mafiya o'ynaganmiz yo boshqa narsa. Bu umuman tushunmaydi. Men bitta ikkita narsasini bilaman. Chiqib ketmaslikka, chiqarib Shu yerga tit qo'yasan deb to'qi, mana shu bilan chiqadi. Chunki biz yangi kelganmiz, birdan chiqarib tashlab sizlar ushlab qolmasin. Maslahatim ya'ni. Mayli. Hayot sizni ham, bizni ham obrazimizga, kiygan kiyimimizga qaramasdan baribir qiynaydi. Bu Xumo qishlog'ida nimalar bo'lyapti? Mafiya bir o'zi yana tirik qolib yashash ehtimoli katta edi. Lekin bitta gap bilan bor, meni ham ishlab chiqib ketdi deb. Bu o'yinda oddiy ishtirokchilar g'alaba qozondi. Shart bajaradimi? Sherzod albatta. Nimaga menga Xato bo'ldi. Sizga xato bo'ldi. Siz qo'rqishmidingiz? Siz doktormadingiz, boshdan mana shuni his qildim men. Borku, Bekorga borku ikkalasiga ham oz buni. Dilshod bilan Beka bilan Dilshodni borku. Boshda gapirtirdim. so'ramadingiz? So'ramadingiz. Kimligini aniq xayolida kelmaydi, farq ekan so'radim. Men boshdan oddiy odamlarga suyuluvchi qilgandan keyin men esimdan chiqdi. Bitta planni aytayda. Plan. Qaranglar, plan shunday zo'r edi. Tekst ketyapti. Agar achchiq eslab qolmasa agar, o'sha Dilshod akani chopish edi maqsad. Dilshod aka chopilgandan keyin Atiga islamasa men islamoqchi edim o'zi. Bosmoqchi. O'yinlardan ko'ra o'zimning fikrimni kelib chiqaman. Rasm o'ylab bor-a. Qiziq menga hozir. Hammanikini beraman bitta-bitta. Xo'p, an'anamizga muvofiq o'yindan chiqqan, ya'ni chiqarilgan odam shartlarimizni bajaradi. Siz uchun atalgan shartlarimiz bor. Keyin xohlaganingizdan tanlashingiz mumkin. Mayli. Birinchi ichingizdan o'qing, qo'rqmasangiz ovoz chiqarib o'tasiz.
Vaqtni top. Vaqtni taxmin qiling. 3 ta urinish beriladi. To'g'ri topsangiz yutasiz. Hozir soat necha? Sizga Minutigacha xaritaman. mayli 4 minutdan bonus beramiz. Misol uchun hozir soat 9 bo'lsa, sizga 9:04 yoki 8:56 ekanligi ikkalasidan bittasi. bonus bo'lishi mumkin. Yo'q, siz hozirgi vaqtni toping. Sizga 12:56. radiyasi 12:56. Ah! 12:56 endi. Bu degani qabul qilamiz. Menga qarashga vaqti 55 deydi. Bo'lishi mumkin. Kamerada ko'rinmadi. Yo'q, ko'rmayman. Ko'rinmaydi. Menga qarashga 55 deydi. Yaxshi. Obrazingiz uchun, kelganingiz uchun sizga katta rahmat. Salomat bo'ling. Xo'p. Yana qiziqroq bo'ladigan narsa o'zimizda eski rasmlarimizdan bittasi. Hamma ko'rdi. Men o'ylab o'tirdim. Oqsoqolda chiqmasman. Zo'r. Yaxshi. Oqsoqolda chiqarmasdilar. Siz uchun katta rahmat. G'alaba bilan yana tabriklaymiz bir marta. Xo'p, qarsaklar. Xo'p, undan keyin bizning yana bitta noodatiy qatnashchimiz ancha aktiv bo'ldi. Obrazlari ham ancha yaxshi. Abram aka, obrazlarga, rasmlarga rozi bo'lasiz. Qolganlarga ham bitta ko'rsatamiz. Choparda biratda. Xo'p, bu sovg'amiz Humo qishlog'imizdan, o'quv markazimizdan sizga. Qatnashganingiz uchun rahmat. Kattakon. Xo'p, keyingi ishtirokchimiz bizda lekin tirik mamnun olib tashlaymizmi, nima qilamiz bilmadim. Mahmudjon. Soch boshqacha. Qatnashganingiz uchun rahmat. Bu Merlinga o'xshadimi, nima bo'ldi? Rahmat qatnashganingiz uchun Humo o'quv markazimizdan sovg'a. Keyingi ishtirokchimiz aktiv qatnashdi. Obrazlari ham zo'r. Haqiqatan armiyaga hali borganmi yo'qmi? Armiyaga ham manishtirish borsa, quvib yuborishsa kerak, bilmadim. Ko'rishingiz mumkin. Bu bitma kerak. Qani o'ndirishini kerak. Eng qizig'i bu bitta vaynlarning orasidan olingan. Yaxshi joyda rasm tushgan. Bo'ldi, tushundim. Humo o'quv markazidan sizga ham sovg'a. Oqsoqolda Albatta, qatnashganingiz uchun rahmat. Xursandman. Xo'p. Nima bo'lsa emas. Yaxshi, albatta o'ziga yarasha. Adhamjon, Atikvayn qatnashganingiz uchun bu sizga esdalik. Soqolni olmayman nima bo'lsa ham soqolimni deganingiz uchun biz bu yoqda oldik. Qani? Soqollar olingan. Qolganlarga yana ko'rsatamiz. Qatnashganingiz uchun sizga sovg'a, yana ham katta rahmat. Charchamangiz. G'oliblarni yana bir marta olqishlar bilan tabriklab qo'yamiz. Rahmat. Rahmat. Va'da qilganimizdek, Dondonzeki o'ynaladi. 2 kishi qolguncha. Qolgan ishtirokchilarimiz chiqadi. 2 kishidan 1 kishi bizning maxsus sovg'amizni qo'lga kiritadi. Bittadanmi, 3 tadanmi? Bittadan, ha? Bittada hal qilamiz hammasini. Marhamat. Ota bo'lamiz. Meni qo'lim emas. Yo'q, kuchli. Yaxshi. Oxir qildi bu. Bular yana chekishadi. Og'ir qildimi? Og'ir qildiki bo'ladi. Ishtirokchilarimizga 2 ta sumka beramiz. Ya'ni kichkina paketcha. Birining ichida karta bor, birining ichida yo'q. Bir kishiga tanlash huquqini beramiz. U kishiga agar karta tushsa, uni maksimal olib qolishga harakat qilish kerak. Kartasi tushmagan odamchi jimgina uni gapini eshitadidagina, agar yolg'on gapirayotganini sezsa, o'ziga tortib oladi va priz o'sha kishiniki bo'ladi. Sodda qilib tushuntirganda shunaqa. Tanlashingiz mumkin. Kim birinchi bo'lib tanlaydi? Tanlagan odam jim turadi, tanlamagan odam o'zini kartasi chiqsa, kartani olib qolishga harakat qiladi. Tushunarli?
Kim tanlaydi? Buni ham dondonzaki qilsak bo'ladi, xohlasangiz. Tanlasinlar. Marhamat. Men ko'rishim mumkin. Endi siz ko'rasiz. Ichini ko'rasiz. Bittasini ichida karta bor, bittasini ichida karta yo'q. Siz qaramaysiz. Xo'p, endi siz ta'riflab berishingiz kerak. Menda karta yo'q. Misol uchun, siz savol berishingiz mumkin bemalol. Sumkani ichi qanaqa edi? Karta bormidi, yo'qmidi? Ozgina bitta o'zingiz emasligini isbotlab bering, o'zingizda bo'lmasa. Dilshod aka. Kartaning tepasida pistolet bormidi, odam bormidi? Qaramay qoldim ana shunga. Shu может almasharmiz. Yo, endi parvatskiy bo'lmasa o'zimni qoldirsin. Xohlang siz tortib oling, xohlang o'zingiznikini o'zingizda olib qo'ying. Tanlov sizniki. O'zinikini olib, o'ziniki. Aka yutsa ham mayli, yutqazsam ham mayli, menga farqi yo'q. O'yinni cho'zish niyatim ham yo'q. Men norozichiligim ham yo'q agar chiqmasa hech narsa. Hamma o'zinikini o'zi olib qoladigan bo'ldi. Demak, bitta ichini ochib ko'ramiz. Xo'p, o'yinimiz g'olibi, mutlaq g'olibi Dilshod aka va tabriklaymiz. Qatnashgani uchun bizni sovg'a nimaga olib kelmayapti hech kim? Oynaning tagida bizni sovg'a. Kesaveramiz, buzib yuboramiz. Men buni taylaymiz ekan. Yuvinib keluvdim-da men. Haqiqatan shu gapni boshida ham aytdingiz, bilasizmi? Men yuvinib kelganman. Kampirchaning ichidagi taratdilar. Ay, kampirchaga sovg'a bor-da, qarab hozir. Kampircha shu kulib kutib oladi. Kampir bor o'zi. Xo'p, Dilshod aka, qatnashganingiz uchun, vaqtingizni ajratib kelganingiz uchun, o'zingiz ishlatsangiz xursand bo'lamiz, sovg'a qilsangiz ham xafa bo'lmaymiz. Qatnashganingiz uchun katta rahmat. G'olibni tabriklab qo'yamiz. Xo'p, ko'rgan kuzatuvchilarga rahmat. Obuna bo'ling, like bosing va bizni kuzatishda davom eting. Sizlar bilan Anvar Farhodovich va bizni do'stlarimiz. Rahmat.